Assalomu alaykum hammaga qadrdonlar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Tumanbotir mahallasidagi tunikafon ishimizni yakunlaganmiz. Ishlarimizni ko'ringlar. Baho berishlar ham o'zim boshladik. Qadrdonlar, ko'cha qismini mana shu ko'rinishda 90 gradusli fasonda oq rangga mo'k rangdan foydalangan holda ideal holatda bitkazib berganmiz. O'ta cho'tki holatda chiqdi. Ishlarimizni ko'rib baho berib qo'yasizlar qadrdonlar. Ichkari qismiga ham kiramiz. Hali bo'lmasam ketdik. Qadrdonlar, darvoza qismini mana shu ko'rinishda qilib berganmiz. 343 metr darvozaxonaga mana shu fasonda cho'tki holatda qilib berdik. Bir komplekt oynalar qo'yib berganmiz. Cho'tki holatda chiqdi. Oldi qoshlarini ham qo'yib berganmiz. Qadrdonlar, oldi qoshlarini ham mana shu bunaqangi 90 gradusli fasonda ideal holatda bitkazib berganmiz. Burchaklarini ham mana shunaqangi cho'tki holatda keltirib ideal holatda bitkazib berdik. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.